Filadelfiya turasiz, to'g'rimi? Bugundan boshlab to yangi yilgacha Silk Road kompaniyasi bepul tarzda bir necha kilo sovg'alarni Filadelfiyadagi vatandoshlarimizga O'zbekistonga yuborishga imkoniyat beryapti. Bonus sifatida. To'ppa-to'g'ri. Agar ruxsat bersangiz, necha kiloligini hozir bilish uchun ushbu kompaniyani asoschisi Mirsaid taklif qilsak, maylimi? Bemalol. Keling, assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling. Necha kilo ekan bonusingiz? Biza yangi yilda oxirigacha faqat Filadelfiyadagi ishxonamizdagi 5 kilo tekin qilganmiz. Xudo xolisa. Yana 15% skidga qolgan yuklaridan, masalan 10 kilo, 15 kilo bo'lib qolsa. Tushunarli. Demak, hurmatli Filadelfiyadagi vatandoshlarimiz, O'zbekistondagi qarindoshlarga sovg'alarni yuborayotgan paytingizda bilinglarki, aynan Silk Road kompaniyasi orqali buni aniqlaydigan bo'lsanglar, birinchi 5 kilo bepul, qolgan yuklarga esa 15% chegirma. Zo'r-ku. Endi shu qatori Otabek, men yana bir narsani Mirsaid sizga taklif bermoqchi edim. Shu urf an'anani aytaylik, urf odatimizni doimiy ravishda keltirish uchun sizga bitta taklif bersam. Bugungi kunda 5 kilo emas, 50 kilo bepul bo'lsin. Yo'q, unchalik emas. Endi baribir to'y deb bo'lsin deyman. Men aytmoqchi bo'lgan narsamki, taklif bermoqchi bo'layotganim faqatgina yangi yil uchun emas, lekin shu qatori bizani Navruz bayrami ham. Navruz bayramida ham shunaqa bir bonus sifatida o'sha 5 kilolik. Faqat iltimos 8-martga bonus bermang. Bunda Filadelfiyadagi hamma o'zbek erkaklar bankrot bo'lib ketadi. Unaqada bankrot bo'lamiz. O'shaning uchun aytaylik, mana shu ham umumiy yangi yil bayramiga Otabek shu qatori Navruz bayramimizga ham shu bonusni bersak, menimcha ozgina to'g'ri kelarmidi, bizlarning yurtdoshlarimizga ozgina yengillik yaratgan bo'larmidik. Shu taklifni bermoqchi edim. Bu tanigani bilmadim. O'zga ham men bir o'ylayotgandim, mana shu 15% skidkamizni qoldirsak, Filadelfiyadagi filialda bizlarning vatandoshlarimizga qilinayotgan bonuslarimizdan bittasi. Unutmanglar shu narsani. Demak, men Nyu-Yorkda yashashimni unutgan holda bugundan boshlab propiskamni Filadelfiyaga o'tkazaman ekanda. Tushunarli. Xush kelibsiz Filadelfiyaga. Rahmat. Xushvaqt bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Hurmatli Filadelfiyadagi vatandoshlar, bu imkoniyatdan unumli tarzda foydalangan holda Mr. Otabek TV kanalida va Filadelfiyadagi Silk Road kompaniyasining filialida ko'rishguncha